Eron, Isroil va AQSh obyektlariga qarshi raketa zarbalarining 80-to'lqinini e'lon qildi. Rossiya Ukrainaga bir kecha kunduzda qariyb 1000 ta dron uchirdi. Xitoy AQSh bilan suvosti urushiga tayyorlanmoqda. Rossiyaning yangi qanotli raketasi Ukraina havo himoyasini holdan toydirmoqda. Pentagon Yaqin Sharqqa qo'shimcha 2000 nafar qo'shin yubordi. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Trampdan urushni davom ettirishni so'radi. Endi esa bizda batafsil. Eron Isroilga va AQSh obyektlariga qarshi raketa zarbalarining 80-to'lqinini e'lon qildi. Eron eskalatsiya boshlangandan buyon Isroil va mintaqadagi AQSh harbiy bazalariga qarshi 80-raketa zarbalari to'lqinini e'lon qildi. Bu haqda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ma'lum qildi. Ularning bildirishicha, asosiy nishonlar Isroil shimolidagi kuchlar to'planadigan hududlar bo'lib, ular hech qanday cheklovlarsiz keng ko'lamli raketa va dron hujumlariga duchor bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumlar nishonlari orasida Tel Aviv, Kiryat Shimona hamda Fors ko'rfazidagi 4 ta AQSh harbiy bazasi ham bor. Korpus bayonotida hujumlar suyuq va qattiq yoqilg'ili raketalar, aniq boshqariladigan bombalar hamda jangovar dronlar yordamida amalga oshirilganini ta'kidlagan. Rossiya Ukrainaga bir kecha kunduzda qariyb 1000 ta dron uchirdi. Rossiya armiyasi 24-mart kuni Ukrainaga qarshi qariyb 1000 dona drondan iborat ulkan havo hujumini amalga oshirdi. Oqibatda kamida 7 kishi halok bo'ldi. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilishicha, Moskva tungi vaqtda 400 ga yaqin uzoq masofaga uchuvchi dron va 23 ta qanotli raketa uchirgan. Shundan so'ng seshanba kuni kunduzgi vaqtda kutilmaganda yana 556 ta dron bilan mamlakat g'arbidagi shaharlarga zarba berilgan. Bu keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon amalga oshirilgan eng yirik havo hujumidan biri sifatida baholanmoqda. Rossiya droni Lvov viloyatining UNESCO ro'yxatiga kiritilgan tarixiy markazidagi 16-asrga oid Bernardin monastiriga zarba bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda kamikadze dronning gavjum ko'chaga kelib urilishi aks etgan dahshatli kadrlar tarqaldi. Prezident Vladimir Zelenskiy hujumlar oqibatida mamlakatning 11 ta viloyatiga zarar yetkazilganini aytdi. Qo'shni Moldova hukumati ham Rossiya zarbalari oqibatida Yevropa bilan bog'lovchi asosiy elektr liniyasi shikastlanganini ma'lum qildi va aholidan energiya iste'molini kamaytirishni so'radi. Rossiya qo'shinlari Sharqiy frontda, xususan Donetsk viloyatida sekinlik bilan ilgarilab, Slavyansk shahri chekkasidan 20 kilometr uzoqlikdagi pozitsiyalarga yaqinlashgan. Shuningdek, Zaporojye viloyatining Zalinichne hududida ham Rossiyaning oldingi siljishi kuzatilgan. Biroq Ukraina fevral oyida muhim muvaffaqiyatga erishgan. Ukraina qurolli kuchlari Zaporojye janubida 388 kvadrat kilometr hududni qayta egallagan. Xitoy AQSh bilan suvosti urushiga tayyorlanmoqda. Pekin Tinch, Hind va Arktika okeanlarida suvosti monitoringi va xaritalash bo'yicha keng ko'lamli operatsiyani amalga oshirmoqda. Harbiy ekspertlarning fikricha, ushbu ma'lumotlar AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi suvosti urushini olib borishda hal qiluvchi ahamiyatga ega deyiladi agentlik xabarida. Reuters agentligi tomonidan o'rganilgan kema kuzatuvi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Dongfang-Hong 3 tadqiqot kemasi 2024-2025 yillar davomida Tayvan yaqinida, AQShning Guamdagi bazasi atrofida va Hind okeanining strategik hududlarida faol harakat qilgan. Iqlim va dengiz tubi loy qatlamini o'rganish uchun o'tkazilayotganini aytsa-da, ekspertlar buni fuqaro harbiy uyg'unligi strategiyasining bir qismi, ya'ni ilmiy tadqiqotlardan harbiy maqsadlarda foydalanish deb hisoblamoqda. Okean tubining relyefi, suvning sho'rligi va harorati haqidagi ma'lumotlar Xitoy suvosti kemalariga dushman radarlaridan yashirinish va dushman kemalarini osonroq tutish imkonini beradi. 2014-yilda boshlangan shaffof okean loyihasi doirasida Xitoy yuzlab datchiklarni suv tubiga joylashtirdi. Bu tarmoq real vaqt rejimida suvosti harakatlari haqida ma'lumot beradi deyiladi maqolada. AQSh harbiy dengiz razvedkasi rahbari kontr-admiral Mike Brooksning so'zlariga ko'ra, bu tizim sonar qurilmalarining ishini optimallashtiradi va strategik muhim suv yo'llarida dushman suvosti kemalarini doimiy kuzatib turish imkonini yaratadi. Rossiyaning yangi qanotli raketasi Ukraina havo himoyasini holdan toydirmoqda. Rossiya qurolli kuchlari jangovar harakatlar zonasida zamonaviy Izeli 30 qanotli raketa tizimini joriy etdi. Ushbu qurolning o'ziga xosligi uning yuqori darajada moslashuvchanligida va oldindan aniqlash qiyinligida namoyon bo'ladi. Xitoyning Sohu portali mutaxassislarining ta'kidlashicha, yangi raketa Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari oldida deyarli to'liq himoyalangan holatda turishi bilan ajralib turadi. Maqola mualliflariga ko'ra, Izeli 30 UKK pozitsiyalariga nomuayyan zarbalar berish imkonini beradi va uni tutib olish jarayoni juda murakkab. Taktik aviatsiya keng hududlarda bir vaqtda ko'p miqdorli nishonlarga zarba berish imkonini yaratadi. Har bir samolyot cheklangan raketalarni olib uchishiga qaramay, ommaviy qo'llash uchun vazifani ancha murakkablashtiradi. Ekspertlar fikriga ko'ra, yangi raketa Rossiyaning zarba berish imkoniyatlarini oldindan aniqlash mumkin bo'lmagan va moslashuvchan qilib, Kiyevni har doim yangilanib boruvchi texnologiyalar va innovatsiyalarga qo'shimcha xarajatlar qilishga majbur qilmoqda.
Pentagon Yaqin Sharqqa qo'shimcha 2000 nafar qo'shin yubordi. New York Times va Reuters nashrlari o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Pentagon AQSh armiyasining 82-havo desant diviziyasidan taxminan 2000 nafar askarni Yaqin Sharqqa jo'natish buyrug'ini bergan. Bu qaror prezident Donald Trampga Eron bilan bog'liq urush doirasida qo'shimcha harakat variantlarini taqdim etish maqsadida qabul qilingan. Bu ma'lumotlar Trampning AQSh hozirda o'zida Tehron bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Eron kelishuviga juda qiziqayotgani haqidagi bayonotlar ortidan paydo bo'ldi. Tramp muzokaralar tafsilotlarini ochiqlamagan, biroq ommaviy axborot vositalari Washington Tehronga 15 batdan iborat urushni to'xtatish rejasini taqdim etganini yozmoqda. Shu bilan birga Oq uy matbuot kotibi Levitga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida diplomatik muloqot imkoniyatlari paydo bo'lganiga qaramay, AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyoti davom etmoqda. Prezident Tramp va uning muzokarachilari diplomatik aloqalar uchun yangi imkoniyatni o'rganayotgan bo'lsa-da, Epic g'azab operatsiyasi bosh oliy qo'mondon va Pentagon belgilab bergan harbiy maqsadlarga erishish uchun davom etmoqda, deydi u. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Trampdan urushni davom ettirishni so'radi. Fors ko'rfazidagi ayrim arab davlatlari AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzish niyatidan xavotirda. Ular bunday kelishuv oqibatida mintaqada hamon qudratli raqib bilan yuzma-yuz qolishdan qo'rqmoqda va harbiy harakatlarni davom ettirishni talab qilmoqda, deya xabar beradi nashr manbalariga tayanib. Qayd etilishicha, bu orada Turkiya Yaqin Sharq mamlakatlarini urushni tezroq tugatish zarurligiga ishontirishga urinib, faol diplomatik sa'y-harakatlarni boshlagan. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari yetakchilari esa Trampni Eron qo'shinlariga xavf tug'dirmaydigan darajada zaiflashguncha urushni davom ettirishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Gazeta manbalariga ko'ra, Ar-Riyod Washington tomonidan Tehronga topshirilgan 15 banddan iborat rejadan qoniqish hosil qilmagan. Ushbu reja Eron AQSh bilan kelishmovchilikka sabab bo'layotgan barcha asosiy masalalar bo'yicha yon bosish evaziga nizoni hal qilish va sanksiyalarni to'liq bekor qilishni ko'zda tutadi. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari hozirgi bosqichda kelishuv tuzilishi Eronga Fors ko'rfazidan energiya resurslarini importini uzoq vaqt davomida nazorat qilish imkonini berishi va boshqa davlatlar xavfsizligini xavf ostiga qo'yishidan xavotirda. Hozirda Eron amalda jahon bozoriga kuniga qariyb 20 million barrel neft va neft mahsulotlari chiqariladigan, shuningdek dunyodagi suyultirilgan tabiiy gaz eksportining 20% dan ortig'i o'tadigan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'ygan. Tehron ushbu muhim bo'g'oz ustidan nazoratni urushdan keyin ham saqlab qolmoqchi.